جدد حياة القلب بالقرآن. Arqımı arqı çıqqıcı lərzan şamallar bilan qasamki, qattiq chiqqıcı boranlar bilan qasamki, bulutlarni Allah xoligan taraflarga tarqatquchi shamollar bilan qasamki, haq bilan botilning, harom bilan halolning orasini ayirg'uch farishtalar bilan qasamki, bandalarga uzr qoldirmaslik yoki Allohning azobidan ogohlantirish uchun vahiyni payg'ambarlarga elib tushuvchi farishtalar bilan qasamki, sizlar ogohlantirilgan ish, ya'ni qiyomat, hisob va jazo cho'qim maydonga kelguchidir. Yulduzlarning nuri o'chirilgan chaqda, osmon yerilgan chaqda, tog'lar titilib, shamolda uchib yurgan zarralardek uchib yurgan chaqda, payg'ambarlarga ular bilan ummatlari orasida hukm chiqarilishga vaqt belgilangan chaqda va'da qilingan qiyomat maydonga keladi. Payg'ambarlarning qavmlariga oid ishlar qaysi buyuk kunga kechiktirildi? Xaloyiqning orasida hukm chiqariladigan kun uchun ta'xir qilindi. Mursalat surasi 1-13-oyatgacha. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlar, bu darsimiz bo'lsa, birinchi bobni tugatganligimiz uchun buning xulosa darsi bo'ladi. Bu birinchi bobni nimalarni o'rgandik? Birinchi bobda harflarni tonidik, harflarning ismlari, undan keyin harflarning maxrajlari, cho'ng va kichik o'qilgan harflar, harflarning alohidliklari, harflarni farqlantirish qatorliq temalar bilan birga Fetha, kasra, damma va fetha, kasra, dammaning uzartilib o'qilishi va tanvillik o'qilishi, undan keyin sukun va shadda qatorliq temalarga kirdik. Bu darsimiz bo'lsa xulosa dars, butun darslarni o'z ichiga olgan dars bo'ldi. Bugun sizlarga Sura Mursalatdan 13 oyat olib keldim. Bu 13 oyatni oyat-oyat qarab mangimiz. Bu jarayonda ilgari o'tilgan darslarni takrorlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci ayet. Aldı bilen ayetler qarab o'tayli. Birinci harfimiz bo'lsa vav va keyinda alif matba, ya'ni va deb o'qiladi. Onun keyinda bo'lsa lam va ustidan ba sukun, ya'ni sakin ba. Aslida bu yerdagi lam bo'lmagan bo'lsa va sukun bo'lmagan bo'lsa buni va deb o'qiydik. Ammo bu yerda sukun bo'lganligi uchun bu yerdagi alif mat tashlab etilib val deb o'qiymiz. Val demasdan val deb bevosita bu alifga qaramay alif tushirilib qilinadi. Bevosita lamga ulab val deb o'qiymiz. Mur, mur. Keyingisi bo'lsa mim. Bu nimitde damma, onun keyingisi ra, bu da mu sakin. Şoňlaşqa mimni sakinga qo'shdik. Mur bo'ldi. Val. Bu val mur bo'ldi. Keyingi harf bo'lsa sin, fathalik keldi. Onun keyingisi lam. Bu bo'lsa tik fatha, ya'ni uzatilib o'qildiganligini bildirdi. La deb o'qiydik buni. Keyingisi bo'lsa ta, bu bo'lsa kasrah bilan keldi. Ti uzatma o'qiydik. Unda bo'lsa birinchi kalimani o'qib baqayli. Val mursalati. Bana yakışık bakınlar. Val mursalati. Qaranlar keyingisiga ayn bundan bilan kelibdi. Damma keyingi harf bo'lsa ra, bu bo'lsa sukun, ya'ni sakin bilan keldi. Qo'shab o'qiydik. Qo'shab o'qishni bildiradi. Oldidagi harf bilan bu sukun qo'yilgan harfni qo'shab o'qisak ur qo'shdik. Ur bo'ldi. Keyingi harf bo'lsa fa, buning ustidan barkan fathaning tanvillik holati. Buni qanday o'qiydik? Fan deb o'qiydik. O'qib beraman kalimani. Urfan. Urfan. Baştan o'qiyli. Bana yakışık bakınlar. وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا
Shunda. Keyingi oyatimiz, ikkinchi oyat. Yani o'xshashlar fa, uning keyinda alif mat, ya'ni fa deb, ya'ni fathaninki uzatilib o'qilishi deb tushunsak bo'ladi. Fa deb buni ikki harakat miqdori uzartib bu fa'ni fa deydik. Keyinda lam sakin kelganlik uchun bu alif tashlanib fal deb o'qiladi. Bundan qaramaymiz. Bevosita lam harfiga qaraymiz. Fal bo'ldi. Keyingisi bo'lsa a bumi tik fatha a deb ikki harakat miqdori so'zdik. Keyingi harf bo'lsa si. Sad cho'ng qilgan harflardan buningki o'z maxrijidan chiqarishga diqqat qilamiz. Si. Bu kasrahlik keldi. Bu bo'lsa fa, bumi tik fatha, fa deb bumi ayn, a deb so'zilganga o'xshash ikki harakat miqdori so'zildi. Keyingi harf bo'lsa ti. Bu kasrahlik keldi. Ti. Hech uzatilmasdan qisqa o'qiladi. Unda bo'lsa kalimani men o'qib beraman. Fal-asifati. Mana agish bo'lganlar. Fal-asifati. Keyingisi ayn. Bu fathalik keldi. Ama onun keyinde nima yo'q? Alif yo'q. Alif bo'lgan bo'lsa-mu, keyindagi harf nimitda sad. Sad bo'lganligi uchun bu alif tashlanib o'tildi. Bu yerda alif mu yo'q va fatha keldi. Keyindagi harf sukunliq, sakinlik, sad. Bunun qo'shib berdik. As bo'ldi. Undan keyingi harf bo'lsa fan, oldingi oyatdagi fanga o'xshaydi, qaranglar. Fan, bu mu fan. Shunglashqa fan deb o'qidik. Bu kalimani o'qib beray. Asfan. Boy deganimdek sad harfininki o'z maxrijidan chiqishiga diqqat qilinglar. Asfan. Oyatni butun o'qisak. Fal-asifati asfan. Yani bir qitim. Fal-asifati asfan. Keyingi oyatga o'taylik. Vav. Ondan keyin alif keldi. Ondan keyin bo'lsa nun. Qaranglar, bu shaddilik nun. Qanday alaylik bo'lyapti shaddilik nunni? Masalan, shaddilik nun deganimiz nunni parchalab olaylik. Aldı bilen nun sakin bo'ldi. Bu yerdagisi nun tik fatha. Onda da aldı bilen miyadagi vavni bununla qo'shib shudami wan bo'ldi. Ondan keyin bu ikkisining ish tugidi. Ondan keyin buningki harakatiga nima kelgan bo'lsa, ustida shaddininki hareketi nima bo'lsa, u o'qiladi. Shunga buning hareketi tik fatha bo'lganligi uchun na deb ikki harakat miqdor so'zlab o'qidik. Unda bo'lsa oldingi darsda men degandim shaddiq qismida buni so'zlab o'qiymiz. Bu keyingi darslarning temasi degandim. O dars kelgancha yana so'zlayman. Ammo shuni bilib olishinglar kerak. Nun va mim shaddilik kelgan chaqda uni tutamiz. Bu g'unna deb ataladi. Buni uzun, biroz uzun uzartib tutamiz. Bu yerdagi tutish oldingi sakin ninki tutilishi bo'ladi. Wan deganlik bo'ladi. Buni tutib o'qiymiz. Undan keyingisi tutmasdan na deb ikki harakat miqdori o'qiladi. O'qib beray, anglab turinglar. Wan nashirati deb o'qildi. Bu yerdagi shin, ta bilan shinni ayirishni bilasizlar. Ta bo'lsa faqatla bu o'tirdagi bir talla dishi bo'ladi. Undan keyin 3 tane chekiti bo'ladi. Bunun bo'lsa 3 tane dishi va 3 tane chekiti bor. Shunglashqa bu shin ayirishni bilasizlar. Shi kasrahlik keldi. Ra bo'lsa tik fatha. Undan keyin ta bo'lsa kasrahlik keldi. Buni ra deb ikki harakat miqdori so'zdik. Ta bo'lsa qisqa o'qidi. Qayta o'qib beray bu kalimani. Wan nashirati. Cho'qim nun shaddilik bo'lganligi uchun dastlabki qatqan, ya'ni sukunliq nunni qatqan vaqtimizdagi wan
Buni uzatib o'qiymiz. Wan nashirati deb o'qiymiz. Keyingisi bo'lsa nun fathalik keldi, shin bo'lsa sukun. Undan keyin ra bo'lsa qandaq tanvinlik keldi. Nimaning tanvini etdi? Fathaning tanvini. Unda bo'lsa buni qanday o'qiymiz? Nunni shinga qattiq. Nash. Ra bo'lsa fathaning tanvinlik holi ron bo'ldi. Nash ron. Nash ron. Qo'shib o'qib beray. Wan nashirati nashron. Yani bir qitim buni uzatishni unutib qolmanglar. Wan nashirati nashron. Keyingi oyat fa bo'lsa fathalik, keyindiki bo'lsa alif mad, fa bo'ladi. Keyindiki harf bo'lsa lam va sakinlik bo'lganlik uchun bu yerdagi alif mad tushib qoladi. Fal deb qitib o'qib berdik. Bu bo'lsa fa fathaning uzatilib o'qilishi fa dedik. Ora kasrah keldi. Qisqalab o'qildi ri dedik. Fal fari dedik. Bu bo'lsa qof. Qof tik fatha keldi. Şuna uzatilib o'qiladi. Qa dedik. Bu bo'lsa ta kasrah keldi. Qati. Qo'shib o'qisak fal fariqati deb o'qildi. Mana shu o'qinglar. Fal fariqati. Mushundaq. Kings bo'lsa fa fathalik keldi. Ra nima bu? Sakin. Qaf bo'lsa tanvin. Qaf fathaning tanvinlik o'qilishi bo'lganda qon dedik shundami? Qo'sh fatha, ya'ni bunu o'qisak farqan dedik. Unda bo'lsa bütün oyatni o'qib beraman. Fal fariqati farqan. Yani bir qitim o'qiyman, menga aytib o'qinglar. Fal fariqati farqan. Deb o'tib ketay. Bu yerdagi lam alif nimish qo'yib qo'ydik. Bu oyatlarningki vaqflarga qo'yiladigan ishorat. Hammasininki o'zininki ma'nolari bor. Bu yerga lam alif kelgan bo'lsa, farqli ma'no, farqli harflar kelgan bo'lsa, farqli ma'no bo'ladi. Buni eng oxirgi darslarimizda so'zlaydigan tema Qur'onni o'qishga boshlagan vaqtimizda hozir bo'lsa oyat-oyat o'qiganligimiz uchun kerak yo'q, ammo Qur'onda shunday bir belgilarningki bo'ldiganligini bilishinglar uchun buni o'chirib o'tmadim. Mush holatda qolib qoldi. Keyingi oyatga o'taylik. O'xshash yerlar bo'lg'achqa buni to'xtalmayman. Buni fal deb o'qiydiganligimizni bildinglar. Buni mul deb qo'shib o'qiydiganligimizni bildinglar. Bu qof kasrah keldi, qi dedik. Bu yerdagi ya bo'lsa uzatilib o'qiladi. Ikki harakat miqdori ya dedik. Bu yerdagi ta bo'lsa kasrah qisqa o'qiladi. Bu kalimani o'qisak qanda? Menga aytib o'qinglar. Fal mulqiyati dedik. Yati. Yani bir qitim. Fal mulqiyati. Ta qisqa. Kings bo'lsa dik. Da qanda harfda tilimizning uchini o'tilishimizga tekkizib, ya'ni azroq tishlab o'qitdik. Dik. Qattiq kasra kelgan dini, kaf kelgan ustida nima? Sakin buni qo'shdik. Zik bo'ldi. Buni zik deb bunda qilib qo'ysak bo'lmaydi. Tartib o'qisak zik deb o'qiymiz. Keyindiki so'zsa ran, baymi degan to'q bu ran deb o'qiladi. Shunglashqa bu kalimani o'qisak zik ran bo'ldi. Ya'ni bir qitim o'qib beraman, menga aytib o'qinglar. Zik ran. Qo'shib o'qisak bütün oyatni fal mulqiyati zikran. Hergiz bu kelimelerinin arasını ayırıp etmeyinler. Mesela fel mulqiyati zikran deb koymayımız. Bunu üzvetmezsin. Fel mulqiyati zikran. Keyingi ayet köteyli. Bu yerde ayin üstüde damme. Keyingi harf olsa del üstüde sukun.
Buni qo'shatdik. Sukun deganimiz oldidagi harfga qo'shib o'qishimizni ko'rsatib qo'shib o'qu degan belgi. Shunga oldidagi harf buni qo'shib berdik. Uz bo'ldi. Bu bo'lsa ron. Bu kalimani o'qisak uzron bo'ldi. Keyingisi bo'lsa alifning ustida nima fatha keldi. Bu fatha kelgan vaqtda harakat kelganligi uchun buni alif demaydik, hamza deydik. Shunga bu hamzaning ustiga kelgan fatha deb qaraladi va keyinda nima bor? Vav bor. Bu vavning ustida nima bor ekan? Sakin bor. Shunga sakinga qo'shib berdik fathalik hamzani. Bu nima bo'ldi? Av bo'ldi. Keyingisi bo'lsa nun. Uningdan keyingi harf bo'lsa zal, ustida sukun bor, nunning ustida bo'lsa damma. Oldidagi harfni qo'shib beramiz zaga. Shunga bu nuz bo'ldi, ron o'xshashlar, ron. Bu kalimani o'qisak nuzron bo'ldi. Butun oyatni o'qib beray, menga kishib o'qinglar. Uzron aw nuzron. Bu yerdagi ron o'qigan vaqtda ro deb chiqardik, ammo nun o'qilgan vaqtda uni ron demaymiz, ron deb intonatsiyani pastga tushiramiz. Nudron. Yani bir qitim takrorlab beraman, menga kishib o'qinglar. Uzron aw nuzron. Keyingisi. Qaranglar, yana nun ustida nima bor ekan? Shadda bor ekan. Buni ko'rgan hamonlar nunning ustida shadda bo'lgandan keyin nima dedik? Nun va mim harfining ustiga shadda kelsa, buningki harakati qanday bo'lishidan qat'iy nazar oldingi, ya'ni bu nunni parchalagan vaqtimizda sakinlik nun va harakati nima kelgan bo'lsa, harakatlik nun keladi. Oldi bilan sakinlik nun qo'shganimizni so'zitdik shundami? Shunga in deb so'zdik. Undan keyin buningki harakat nima ekan? Fatha na keldi. Inna. Undan keyingi harf mim va fatha, keyin nima bor? Alif mat bor. Shunga buni ma deb uzatib, ikki harakat miqdori uzatib o'qiydik. Bu kalimani o'qisak innama bo'ladi. Menga kishib o'qinglar. Innama bo'ldi. Hamda keyingi so'zdagi bo'lsa ta, bu yerda dammah bor ustida. Bu damma keyinda vav keldi. Ya'ni bu dammahning uzatilib o'qilishi. Aslida bu vavning ustida sukun bo'ladi. Ko'pincha ahvollarda yozilmaydi. Bu deganlik dammahni uzartib o'qiysiz deganlik bo'ladi. Shunga tu deb ikki harakat miqdori uzartib o'qiydik. Bu yerda bo'lsa ayn keldi. Dedik fatha kelganlik uchun. Bu yerda dal ustida nima? Damma, keyinda bo'lsa bir vav harfi bor. Buning ustida mustakin bo'ladi. Amaliyotda sakin hozir yozilmaydi, chunki damma kelganligi uchun bu dammahning uzatilib o'qilishi deb qabul qildik. Shunga ikki harakat miqdor so'zatdik. Shunga bu du deb so'zildi. Nun bo'lsa fathalik keldi. Bu kalimani o'qisak tu'aduna. Menga kishib bir qitim o'qinglar. Tu'aduna. Nunga diqqat qilinglar. Bu yerda tu'adu deb so'zdik. Bu nunni so'zga o'xshaymiz deb na deb so'zlash bo'lmaydi. Na. Tu'aduna. Keyingi so'zimiz harfninki, so'zning beshidagi harf bo'lsa lam, ustida fatha, keyingi harf bo'lsa vav, ustida fathaning uzatilib o'qilishi, ya'ni tik fatha. Bu ikki harakat miqdori so'ziladi. La va bo'ldi bu. Keyingisi bo'lsa qof, bu kasra. Uningdan keyingisi bo'lsa ayn, aynning ustida nima bor ekan? Dammatayn, ya'ni qo'shpash. Unda bo'lsa dammatayn qanday o'qiladi? Bu harfni nullashtirishda, ya'ni dammahni nullashtirib, keyiniga bir nulliq sakin qo'shib o'qishni ko'rsatadi. Shundami? Buni un deb o'qiydik. Qi'un. Unda da bu kalimani o'qisak la waqi'un bo'ldi. Bütün oyatni o'qib beraman.
إنما توعدون لواقع. Yani bir qitim o'qib berma, menga eshitib o'qinglar. إنما توعدون لواقع. Keyingi oyat. Qaranglar, boya fa'ni davomliq uzatilib o'qilishini ko'rgandik, ammo keyinida sokinlik lam kelganda. Bu qitim bo'lsa fa keldi va alif bor keyinida, ammo alifning ostida nima bor ekan? Harakat bor, ya'ni kasrah bor. Kasrah bo'lgan bo'lsa, bu hamza deb qabul qildik. Shunga bu fa uzatilib o'qilmaydi, fa deb o'qiladi. Bu bo'lsa hamzaning kasrahli holati deb qabul qilinib i deyiladi. Buni fa'i deb o'qiymiz. Fa'i degan olmaydi, fa'i. Bu bo'lsa dal fathalik keldi, keyinda alif, shunglashqa dal, ya'ni fathani uzatilib o'qilishi deb qabul qilinib, deb ikki harakat miqdori uzatilib o'qiladi. Ammo keyindagi harf bu yerda shaddilik nun bo'lgan bo'lsa, uni parchalasak, oldi bilan nun sokinlik nun keladi. Yezib ko'rsatay. Oldi bilan sokinlik nun, undan keyin dammahlik nun keldi. Qaranglar, bu yerdagi ikki dona alifning hammasi tushib qoladi. Keyindagi harf sokinlik bo'lganligi uchun. Shunga buni fa'idan deb bu yerdagi hech qaysisi so'zalmaydi. So'zmasdan o'qiymiz. Fa'idan deb bu yerdagi za tavshini nun tavshi qo'shib zan dedik. Undan keyin nima bo'tdi? Shaddi tushib qoladi. Faqat nima qoldi? Dammah qoldi. Unda da nunni dammahlik o'qiymiz. Nu. Qo'shib o'qisak qanday bo'ldi? Fa'idannu. Undan keyingi harf bo'lsa jim, dammahlik keldi. Keyinda vav, bu dammahlik jimni uzatilib o'qilishdi. Shunga ju deb o'qiladi. Ikki harakat miqdori so'zimiz. Keyindagisi bo'lsa mim, dammah yolg'iz kelganligi uchun so'zalmaydi. Bu kalimani butun qo'shib o'qib bersam, fa'idan nujumu. Diqqat qilinglar, buni nima dedik? Shaddalik nun kelgan vaqtda har vaqt bu nunni tutib biroz uzun tutamiz. Undan keyin keyingi nunninki harakatidan bo'lsa uni o'qiymiz. Fa'idan nujumu. Keyingi so'zga o'taylik. Bu yerda ta dammahlik keldi. Buni qu deb o'qiymiz. Diqqat qilinglar, xato qilmanglar. Qu. Undan keyin mim kasrahlik keldi. Sin bo'lsa fathalik, keyindagi ta bo'lsa nima keldi? Sokin. Bu sokin oldi harf qo'shishni ko'rsatdi. Bu sat bo'ladi. Unda bo'lsa butun bir kalimani o'qisak, qumisat. Ma'akish bo'lganlar, qumisat. Hech qaysisi so'zalmadi, uzatmadik. Endi butun bir oyatni o'qib beraman. Diqqat qilinglar, bu yerdagi nunni sokinlik holatini uzatib o'qish diqqat qilinglar. Fa'idan nujumu tumisat. Yani bir qitim. Fa'idan nujumu tumisat. Keyingi oyatda vav fathalik keldi. Ya'ni o'xshash kelgan yerlarni qayta takrorlamadim, pishiqlab bo'lganligimiz uchun. Fathalik keldi, buni va dedik. Bu yerdagi hamza bo'lsa kasrahlik keldi, i dedik. Bu yerdagi za bo'lsa fathalik keldi, keyinda alif keldi. Buni za deb o'qidik, ammo qarasak bu yerda sin nima bor ekan? Shadda bor ekan sinning ustida. Unda bo'lsa bu yerdagi ikki tane alifning hammasi tushib qoladi.
Bu yerdeki dəni, bu yerdeki sinninki sukunluq halatiga qo'shdik oldi bilan. Qo'shganligimiz uchun bu yerga ishkalib tushib qoldi. Men sizni parchalab ko'rsatib beray. Qaranglar, bu yerdeki sinni ikkiga bo'layli. Bu yerde sukun bor. Ondan keyin yana bu yerde bo'lsa fatha. Shaddini parchalsak, harfning oldi bilan sokinlik, keyin harakatlik holi o'qilishini ko'rsatdi. Sokinlik holiga oldidagi harfni qo'shib berdik. Zas bo'ldi. Undan keyin fathalik holini o'qidik. Sa. Buni boshni o'qisak va idassa bo'ldi. Mim bo'lsa, qaranglar, fathalik keldi. Bu yerda bo'lsa, nima bor ekan? Alif mat, keyinda bo'lsa hamza va lamma. Bu işaret uzatıb oquşumuzni ko'rsatdi. Bu uzatıb oquş işareti bunu mu vaqti kelgan chaqda so'zlayman bu işaretlarni. Hozir faqat uzatib o'qildiganligimizni bilib olsanglar bo'ldi. Buning ismini mad deb ataymiz. Bu qo'shib turib o'qib beray bu kalimani. Va idas sama'u. Yani bir qitim. Va idas sama'u. So'zlanma buni. Qaranglar, bu yerdagi boya nun tashdidlik kelganlik uchun buni oldi bilan sukun qo'yilgan nunni so'zab o'qigandik. Ammo bu yerda sin tashdidlik kelgan bo'lsin, ya'ni shaddilik kelgan bo'lsin, so'zmay o'qidik. Nemishqa? Bu xil so'zab o'qish holati faqat nun va mim harfliga xos. Ya'ni shaddilik kelgan chaqda bu ikki harfni so'zab o'qiymiz. Uzatib. Shunlashqa bunu so'zmay o'qidik. Buning ismini g'unna deymiz. Yana bir qitim o'qib beray. Va izas sama'u. Keyin kelib fa dammahlik keldi. Ra bo'lsa kasrahliq furi dedik. Jim fatha. Keyin kelib bo'lsa ta sakin keldi. Buni qaytib o'qiydik. Jet bo'ldi. Bu kalimani o'qisak furi jet. Әгіш бұқыңла фурижет. Онда болса, bütün ayetini оқилы. Wa izas sama'u furijet. Bu yerdeki mətni sözlab oquşunu insanlardan çıxarmaqlar. Yani bir qitim. Wa izas sama'u furijet. Keyingi ayet. Bu o'xshashlar va idal deb bu yerda ikki dona harf tushib qoladi. Chunki lam sakin bo'lganlik uchun bu yerdagi oldiki harf qo'shib birdik. Va idal deydik. Agar bu yerda sakin bo'lmagan bo'lsa, qanday bo'ladi? Mavu za deb ikki harakat miqdori so'ziladi. Ammo sakin bo'lganligi uchun qo'shib o'qildik. Va idal dedik. Bu jim kasrahlik keldi. Ji ba bo'lsa uzatilib o'qiladi. Ba dedik. Ikki harakat miqdori. Lam dammahlik keldi. Lu dedik. Bu kalimani o'qisak va idal jibalu. Mana geçip o'qinglar. Va idal jibalu. Keyingi so'z bo'lsa nun dammah nu dedik. Sin kasra si dedik. Hech qaysi sozilmaydi. Fa bo'lsa fathalik keldi. Ammo kendi harf nima ekan? Sakin. Shuni qaytib o'qidik. Fat dedik. Buni o'qigan vaqtimizda nusifat deymiz. Mana geçip o'qinglar. Nusifat. Onda da bu ayetni başına ahir o'qiyli. Va idal jibalu nusifat. Yani bir qitim. Va idal jibalu nusifat. Keyingi ayet ko'tayli. Bu o'xshashlar va ida
bo'ldi. Ammo keyingi harf ra buni parchalasak, oldi bilan ra sakinlik bo'ladi. Undan keyin buning harakati dammah bo'lganligi uchun dammahlik bir ra keladi. Oldi bilan sakinlik ra'ga qo'shib berdik. Va idar bo'ldi. Ra'ga zani qo'shdik. Zar bo'ldi. Va idar. Onundan keyin ra'ning ustida nima bordi? Shaddining ustida damma. Bu yerdagi shadda tushib qoldi. Qo'shib berib bo'lganligimiz uchun dammah qoldi. Buni ru keldi. Bu yerda vo, ya'ni uzartilib o'qilish bo'lmaganligi uchun qisqa o'qiladi. Diqqat qilinglar. Va idarru. Va idarru. Onun teknikisi sin, dammahlik, lammu, dammahlik hiç qaysi uzartılmaydı. Şunlaşıq bunu. Ve idar rusulu. Yani bir qitim. Ve idar rusulu. Keyinki söz bolsa hamza, alifni demiş hamza dedik, bunun to'xtalmadim. Odullah hamza dedim. Hamza onun üstüde dammah geldi. Keyingi harf bolsa qaf, şaddilik geldi. Ama bu şaddininki hareketi bolsa kasra qi o'qiladi. Buni qanday o'qiydik? Qafni ikkiga parchalaydik. Oldi bilan sukunliq, ya'ni sakinlik qaf bo'ldi. Undan keyin hareketinin bolsa qi, ya'ni kasrahlik qi keldi. Oldidagi harfni sukun deganimiz oldidagi harf qo'shib berishni ko'rsatdi. Shu an qafni parchalagan vaqtimizda bir sukunliq qaf kelgachga dammahlik hamzani qaf sukun qo'shib berdik. Uq bo'ldi. Undan keyin hareketi qi bo'lganligi uchun uqqi bo'ldi. Bu yerda ta fathali keyingi harf sakin tat qo'shib berdik. Bu kalimani qanday o'qiymiz? Uqitat. Yani bir qitim. Uqitat. Bütün ayetni o'qisak, va idar rusulu uqitat. Yani bir qitim. Va idar rusulu uqitat. Keyingi ayet. Qaranglar, lam alif amma lamning ostida kasrah bor, alifning ustida fatha bor. Shunglashqa li a bo'ldi. Bu li a. Lad deb o'qimadik, li a bo'ldi. Keyingi harf bo'lsa ya, yaninki ustida shadda bor. Buning harakati kasra. Shunglashqa buni ikkiga parchalasak, oldi bilan sukunliq yotdi. Buni alifga qo'shib berdik. Li ay bo'ldi. Buningki harakati yi bo'lg'achqa yi keldi. Li ay bo'ldi. Yani bir qitim o'qinglar. Li ay. Ondan keyin ya keldi ve fatha geldi. Vav sukunluq geldi. Bunu qo'shdik. Yav bo'ldi. Mim bo'lsa qo'sh kasra. Min deb o'qidik. Bu kalimani o'qisak yav min bo'ladi. Menga agishib o'qilgan yana bir qitim. Yav min. Keyingisi bo'lsa hamza ustida dammah bor. Keyingi harf jim. Jimning ustida shadda bor ekan. Buni ikkiga parchalaydik. Shaddining harakati bo'lsa kasra. Ikkiga parchalagan vaqtimizda qaranglar, dammahni sukunliq jim qo'shsak uj bo'ldi. Undan keyin harakati kelgachga ji keldi. Ujji. Ujji bo'ldi. Lam fathalik, ta bo'lsa sukun. Buni qo'shdik. Lat bo'ldi. Bu kalimani o'qigan vaqtimizda ujjilat. Yani bir qitim o'qinglar. Ujjilat. Bu oyatni o'qisak, li ayyi yawmin ujjilat. Yani bir qitim. Li ayyi yawmin ujjilat. Keyingi ayet, en axırki ayetimiz. Lam kasrahliq, öz ayni li dedik. Ya bo'lsa fathalik, keyinde vav
sakinlik geldi. Şuna ya'ga qo'shib berdik. Liyav bo'ldi. Mim bo'lsa kasrahliq. Bu kalimani o'qigan vaqtimizda liyawmi bo'ladi. Ammo keyniga shunda qarasak lam bo'lsa nimalik kapto? Bu nima? Sakin. Sakinga qo'shib berdik. Mini liyawmil bo'ldi. Fa fathalik deb turishimizga sad yanıla sakin baken unda bo'lsa fa'ni sad qo'shib berdik. Fals bo'ldi. Onundan keyin lam bu kasrahliq. Şuna bunu qo'shib o'qigan vaqtimizda liyawmil qaranglar liyawmil qattiq fasli. Yani bir qitim o'qib beraman. Liyawmil fasli. Yani bir qitim o'qinglar. Liyawmil fasli. Onda da bu suredeki 13 ayetni ben bir qitim o'qib beray. Menga agishib o'qinglar har oyatni. Bismillahirrahmanirrahim. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل Bugünkü dersimiz müşterikçi boludu. Bu dersimiz birinci babninki xulasıdı. Keyingi derslerimiz tecvid kısmına o'tib ketamiz. Allah'ın izni bilen bu ayetlerini, bu xulas dersini yaxshi o'zlashtirishinglarni bilinmagan yerlar bo'lib qolsa, munosabatli darslarga qaytishinglarni, qaytib ko'rib takrorlashinglarni umid qilaman. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. وبه اعتني واحذر من الهجران